Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xo'sh, yana video tushiraman. Sig'adigan tarafini ko'rsataman. Avvalgi videoroliklarimda ham ko'rsatganman hammasini. Endi birov ko'radi, birov ko'rmaydi, e'tibor bermaydi. Shuning uchun boshidan oxirigacha ko'ringlar. O'zlaringiz uy sharoitida tuzatib olasizlar. Usta chaqirishning ham hojati yo'q. Ana shu videoroliklarimga like bosib, meni qo'llab-quvvatlanglar. Bekor ketmasin shu videoroliklar. Hozir ko'rsataman. Mana sig'adigan tarafi ishlamay qolsa, mana orqa tarafini ochasizlar, ha? Videoni o'chirmay ko'rsataman. Ochamiz. Ochdik. Mana sig'adigan tarafi. Mana bu klapani bu. Mana yuvadigan tarafdan suv keladi, klapani bekitib turadi, shuning uchun suv ketib qolmaydi. Qachon sleeve degan tugmasini buraysizlar, ana shu klapan ochiladi, suv chiqib ketadi, nasos haydab beradi. Bu sig'adigan taraf, mana sig'adigandiki. Buniki pryamoy bu. Kirni chaygan payti o'zi pryamoy suvi chiqib ketadi. Bunga klapan shart emas. Keyin mana bu bochogida, yuvadigan bochogida suv turmayapti desangizlar, mana bu klapanning ichiga cho'p tiqilib qolgan bo'ladi, mix tushib qolgan bo'ladi. Mana shunday temirlar tushib qolgan bo'ladi. Shuning uchun suv chiqib ketaveradi. Mana sig'adigan tarafi. Mana barisining moylab qo'yibman. Silidon surtib, litol surtib. Birinchi qiladigan ishlaringiz mana regulirovka deb aytaman. Regulirovka. Mana ichida turibdi. 4-da turibdi bizki. 4-da turibdi mana. Ana shuni tepaga tortasiz. 5-ga tushirib qo'yasiz. Misol uchun siz 3-da turgan bo'lishi mumkin. 4-ga qo'yasiz. Mana 4-da turgan bo'lsa 5-ga qo'yasiz. Shunda mana bu kalotka, mana bu kalotka deb ataladi. Mana bu kalotka. Mana bu baraban mana. Mana aylantirganim baraban. İşte. Mana shu barabanga kalotka qisilib yotadi. Shuning uchun aylanmay qoladi. Ko'pchilikniki sig'adigan taraf aylanmay qoladi. G'ing'ildagan sas chiqib turibdi deb aytishadi. Ana shuni regulirovka qilib qo'yasizlar. Keyin mana bu joylariga mashin moy bor yoki Aptol, motorga soladigan Aptol. Ana shunday moylar bilan moylab qo'ysangiz, mana bu trosi, temir trosi zang bosib qolmaydi. Ko'pchilikniki banyada turadi, hammomda turadi, shuning uchun zang bosib qoladi, qotib qoladi. Kalotkasi mana shunday isharilib, bu yoqqa isharilib qisilib qoladi. Shuning uchun ishlamaydi. Ana shu. Ana shuni regulirovka qilasiz. Shunda ham ishlamasa, agar shunda ham ishlamasa, misol uchun motor aylanmasa, mana buni burasangiz ham ishlamasa, mana sig'adigan tarafi. Bu tushiribni bo'shatasiz 3tasini. Bu 10 kilogramlik bu. Meniki 10 kilogramlik Artel kir mashina. Kir mashinangizning modeli qanday deb aytadi? Mana Artel yozilgan. Mana shuni bo'shatamiz.
Bo'shatamiz. Keyin mana sig'adigan tarafidan uramiz, mana tepasi. Mana sig'adigan taraf bu yoqqa uramiz. O'ng tomonga. Mana zazor paydo bo'ldi. Mana endi ochamiz. Ochildi. Ochildi. Mana ikkinchi kasali. Mana kontakt. Mana shu kontaktni ko'tarasiz. Mana ko'tariladi. Mana shu joyda mana kontakt. Najdak qog'oz bor. Birlik, ikkilik najdak qog'oz bor. Ana shu bilan yaxshilab tozalaysiz. Shu bo'ldi. Ikkitasi. Agar shunda ham ishlamasa, motorni sig'adigan tarafini motori bor. Motorining 3 ta simi bor. Ana shuni o'zini joyidan yozdirib, xomut bilan qisilib turadi yoki qaychi bilan qirqib turib, tester bilan tekshirib ko'rasiz. Multimetr degani bor, multimetr. Mana shu multimetr bilan tekshirib ko'rasiz. 80 ni ko'rsatish kerak. Prozvonkaga qo'yasiz, chik deb ovoz chiqadigan. Ana shu bilan tekshirasiz. Ana shundagina 80 ni 100 ni ko'rsatsa ishlab turgani. Agar bitta simi hech nimani ko'rsatmasa, u kuygan bo'ladi. Menimcha ana shu ma'lumotlarim sizlarga foyda bo'ladi. Reglovka qilasiz. Keyin kontaktni tozalaysiz. Shunda ham ishlamasa, motorni 3 ta simini tekshirib ko'rasiz multimetr bilan. Shunda ham bo'lmasa, demak motor kuygan bo'ladi. Mana shunday. E'tiborlaringiz uchun rahmat.